La la lay lay. La la lay 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 lay. La la lay lay. La la lay lay. Assalomu alaykum. Hammaga o'rtoqlar, Kamol Qo'qorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Men nega unaqa xursandman? Buni sababi uzoq vaqtlardan beri o'zim olishni xohlagan videoni va nihoyat bugun syomkasi. Sizlar ham juda ham ko'p so'ragansizlar. Video nomidan o'zingizlar o'qigandek bugun bizani YouTube kanalimizni kuzatib keladigan obunachilarimizdan biri bilan biz bir kun o'tkazamiz. U ham bo'lsa 5-6 soat oldin Navoiydan necha soatli yo'l? 9 soatli yo'lni bosib keldi cho'g'asizlarmi? Mana shu syomkada ishtirok etish uchun agar tayyor bo'lsanglar biz u obunachimizni, u baxtli obunachimizni taklif qilamiz. Lazzatbek sahnaga ukajonim. WhatsApp, nima gap YouTube, tinchmisizlar? Oy, mana u yosh YouTuber. Hissiyotlar, boshdan hissiyotlar qali. Xudo xohlasa ishimizda omadini bersa, bugungi video ijodga bo'ladi. Addushi senga ukam. Videoni ko'rishdan oldin videoga like, comment, podpiska bosib qo'yinglar. Oy, ukajonim gap yo'q senga. Bugun sen uchun biz juda ham ko'p narsa tayyorlab qo'yganmiz. Tayyormisan? Ketdik bo'lmasa, go brat. Go'mi? Unda o'rtoqlar video boshlandi, mazza ko'rsanglar bo'ladi. Ukajonim, men mashinadan bilasanmi? Ha, bilaman. Qanaqa mashina u? Oq Spark. Videolarda ko'rgansan-a? Bizning uchun birinchi syurprizimiz kelyapti hozir. Sen uchun bugun syurprizlar juda ko'p bo'ladi. Birinchisi yo'lda. Biz hozir birinchi bo'lib sen bilan ovqatlanishga borishimiz kerak. O'zi har doim syomkalarda men Spark'ni yuramiz. Bilaman aka. Men bilasan-a? Lekin bugun biz sen bilan boshqa mashinada yuramiz. Qaysi mashina? Keursiz bo'ladi. Agar tayyor bo'lsang, bugun bizlarni bir kun davomida sen bilan meni olib yuradigan mashinani ko'rishga tayyor bo'lsang, 3, 2, 1. Yes sir. Addushi brat. Addushi. Eng zo'r narsa aytaman ukam, o'zim hali gelik ko'tarmaganman. Bugun aynan shu mashina bizani sen bilan bir kun davomida shahar bo'ylab aylantirib olib yuradi. Tamam aka. Addushi. Men o'zim xursandman, o'zim yosh bola bo'lib qolman hozir. Ukajonim, sakra. O'zidamisan aka. Sakra. Sen bugun mehmon, men bugun mezbon. O'rtoqlar, men o'zim xursandman. Birinchi gelik ko'taryapman. Yo, let's go. Yo'qotdimi? Вообще aka. O'zi mana gelik o'tirganmiding uning nomida? O'tirmaganding-a? Siz ham birinchi marta o'tirdingiz. Birinchi marta o'tirdim ukam. Sen uchun bugun yepon hammasi. Rahmat aka. Sizlar podpiska bosib shuncha mehnatni hurmat qilgan holda like, podpiska bosib ketinglar. Addushi, mana ukamni hurmat qilsanglar, gapi yo'q. Obunachilarimiz YouTube kanalimizga kim obuna bo'lgan bo'lsa, aynan shu obunachilar orasidan tanlab oldik. Biz xuddi shunaqa obunachi bilan bir kun degan videoni yana olamiz va u videoda qanaqa ishtirok etish mumkinligini bo'lsa, video davomida aytib olamiz. Tak что yaxshilab kuzatib boringlar, kim ishtirok etmoqchi bo'lsa. Biz o'zi xos ukam sen bilan qorin to'yg'ishga boramiz. Birinchi bo'lib kunni ovqatlanib olishdan boshlab olaylik, to'g'rimi? Eng qiziq ukam, oddiy joyga boramiz hozir. U ham surpriz. Da? Qanaqa joyga borishimiz azganda keyin ko'rib olasan. Tamam aka. Ketdik. O'zing haqingda gapirib ber endi. Lazzatbek isming, yoshing nechida? Nima qilasan? Navoiy shahridanman, Navoiyda tug'ilganman. Shu asosan san'at sohasiga qiziqaman, kelajakda sizga o'xshab bloger bo'lmoqchiman. Yo'q-e? Ha? Gap yo'q. Navoiylar bo'lsa, обязательно kommentariyga yozib qoldiringlar. Aytingmikin yo'qmi oldindan yoki qiziq qolmasmikin, a? Hali bitta tayyorlab qo'ygan sovg'amiz uchun aytaman. Bugun sen ko'rishayotgan oxirgi blogerman emasman. Ya'ni bugun sen boshqa Toshkentdagi blogerlar bilan ham ko'rishasan. Yana kim? U yog'ini video davomida bir olasan, akajonim. 5 yil. Davay, xursand bo'lsang bo'ldi. Sizlar like bosmagan bo'lsanglar, hozirda bosib qo'yinglar, komment ham yozib, podpiskani bosib qo'yinglar. Ketdik. Bugun men umuman so'ramayman like va podpiska bosinglar deb. Buni faqat bugun Lazzatbekdan so'raydi. Davaychi. Biz borayotgan restoran aslida yopiq, bunaqa payt ishlamaydi, lekin bitta san uchun ochib berishyapti hozir restoranni. Bu degani, xudo xolasa butun restoranni bitta faqat ikkalamiz o'tiramiz dedi hozir. U yog'ini video davomida ko'ra olasizlar o'rtoqlar. Ortimizda nima bilasan bu yoni? Telebashka minorasi. Ha, Toshkent teleminorasi va aynan shu yoni, tepasidagi dumaloq ostida Koinot restorani bor va ikkalamiz aynan shu yerda ovqatlanamiz. Teleminoraga chiqqanmisan o'zi? Ha, chiqdim. Bo'ldi, bugun ham bir marta chiqasan, ukajonim, ketdik. Xo'p, ovqatlanganmisan restoranda? Ha? Voy, ukajonimmi? Qo'yib qoldiramanmi deb o'yladim. Mayli,
Lekin ichkarida uni bitta surpriz kutyapti. Hech bo'lmasam o'shanga qoyil qoladi degan umiddaman. Ketdi ukajonim. Videoga chaqirganimda qanaqa video ekan deb o'yladingiz? Ya prosta Toshkentni masalan bir kun aylanadi-ku. Shunaqa video deb o'yladim prosta. Boya videoni boshida aytganimda, aynan shunaqa obunachi bilan bir kun videosini biz yana olmoqchimiz. Faqat keyingi safar bitta qiz bola va bitta o'g'il bola bo'ladi. Sal xaliroq aytaman. Nima qilish kerak u videoda ishtirok etish uchun? Shartlari bor-da, qiyin emas shartlari lekin. Вообще emotsiyalar chotki. Qo'lang podpiska bosmagan bo'lsanglar, bosib qo'yinglar. Sizlardan nima ketdi? Like ham bosing. Ha, siz. Tan. Sen Instagramga videolar olasan, to'g'rimi? Instagraming bor. Boshlang'ich blogersan. Instagram niking nima? Lajito Wines kanaliga obuna bo'ling. Mana shu chiqdi Instagramniki. Ukajonim ijodini ko'rmoqchi bo'lsanglar, обязательно obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin o'rtoqlar. Ukajonim, birinchi marta kelishim emas bu Koinot restoraniga Teleminorada joylashgan, lekin hozir aka o'zlar aytdilar, eshitding? Bu restoranda bizdan boshqa hech kim yo'q. Albatta. Bunaqa imkoniyat bilmadim qachon sanda bo'ladi. Menda ham birinchi marta bo'lishi. Beklash ekan, skromni, jim tutamiz, skromni. Har doim kelib yurgan odamda. Endi menyuni ko'rsak, bitta pepperoni, ya'ni free bormi, kartoshka free? Shu, bitta kartoshka free, bitta pepperoni, limonad, yoki unda qanaqasi bor limonad? Mango marakuya. Akajonim, bo'ldi, bizga faqat shu. Motorbon Kamol Qahhor YouTube kanaliga obuna bo'ling. Aytgancha o'rtoqlar, ukajonimiz video davomida necha marta mana shu bizning kanalimizga obuna bo'ling deb so'rayotganlarini, necha marta so'raganlarini to'g'ri topib kommentariyaga yozib qoldirgan odamga 100 ming so'm beraman. Yoki shotiga tashib beraman, yoki kartasiga. Takshda yozib qoldiringlar. 150 marta aytdim meni ber. O, kartoshka frilarimiz tayyor bo'ldi. Ukajonim shogirdlik olsam bo'lar ekan-a? Yaxshi, gapirib turar ekan kerak joylarda o'zidan bilib. Necha soat bo'ldi ovqatlanganingga? Bilmam, 12 soatmi, 20 soat bo'ldi. 12 soatdan beri ovqatlanmadingmi? Yo'q. Mana anchadan beri ovqatlanmagandim, qorin to'yg'izamiz, ketadi-yu. Pizzamiz ham keldi, to'g'rimi? Qorin och, mazza qilib ovqatlansa bo'ladi. Unda bizga nima? Yoqimli ishtag'a. Ol ukam pizzadan. To'xta ukam. Stolda hamma kelib o'tirmaguncha ovqatlanish noto'g'ri bo'ladi. Bitta joy bo'sh ko'rsanmi? O'sha bitta joyi egasi bor. Assalomu alaykum. WhatsApp. Bro, Nimaga? tinchmisiz? Ha? Mana ukam, endi mana stolda hamma bo'ldi. Bemalol omonxon akam bilan gaplashib, ko'rishib, ovqatlansanglar bo'ladi. Birgalikda ovqatlanamiz. Xursandmisan? Xursandman juda. Eng qizig'i bu bilan hali senga bo'lgan surprizlar tugagani yo'q. Hali surprizlar davom etadi. Uni kun davomida o'zing ko'rib olasan. Omonxon nima deydi endi omonxon? Nimaga bo'lmasa? Qayerdan keldingiz? Navoiydan. Navoiydan keldingizmi? Молодец. Soat yo'ldan kelganmisiz, demak siz qorningiz och. Omonxonga Omonxon Sila deb kommentariyaga yozib qoldiringlar, chunki bizni syomkaga taklif qilganimizga yo'q demasdan syomkaga keldilar. Shu ukamizni xursand qilish uchun takshda Omonxon Sila deb yozib qo'yinglar kommentariyaga. Eshon guzarsizlar, esdan chiqarmanglar. Lazzatbek, ovqatdan oling. Yuring, keyin gaplashamiz. Xo'p, ukajonim, Omonxon bilan ham ko'rish nasib qildi mana. Xursandmisan? Вообще, brat. Omonxon sizda qanaqa emotsiyalar? Obunachingiz bilan ko'rish xursand bo'ldingizmi? Nimaga yo'q? Bu yoqdagi shot to'lab, Omonxon bilan xayrlashamiz va boshqa lokatsiyaga ketishimiz kerak. Xo'p, mana shot to'lamiz. Bo'ldi. 300 ming so'm bo'pti. Xullas, bugun siz mazza qilar ekansiz. Lekin men ham komillikka obuna bo'lganman. Endi bo'lsa bemalol bizga tursak bo'ladi, to'g'rimi bolalar? Ketdik bo'lmasam. Xo'p, Omonxon sizga dush rahmat, bratim. Sizga ham rahmat. Yo'q demanganingizga, qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingizga rahmat. Kommentariyaga Omonxon Sila deb yozib qo'yinglar. Biz bo'lsa Omonxon bilan xayrlashib, Lazzatbek ukajonim bilan kunimizni davom ettiramiz. Bizani hali oldinda juda ham ko'p qiziqarli lokatsiyalar va qiziqarli kun kutyapti. Jigarim, sizga rahmat. Tamam. Давайте. Albatta like bosib qo'yinglar, давайте. Go! Ukajonim, hammasi zo'rmi? Вообще четкий. Kayfiyatlar chutki. Unda biza keyingi lokatsiyaga ketdik o'rtoqlar. Yur. Lazzatbek, o'tir ukajonim. Bizda bo'lsa keyingi lokatsiyaga ketdik o'rtoqlar. Xullas o'rtoqlar, biza navbatdagi manzilga, navbatdagi lokatsiyaga yetib keldik. Men endi bu Navoiylik, Toshkentdagi joylarni yaxshi bilmayman desam, yaxshi bilarkan qayerga keldik biz? Anhor parkiga keldik. Xuddi shunaqa, Anhor parkiga biz bekor kelganimiz yo'q ekan. Buni sal ichkari kirganimizdan keyin o'zing bilib olasan. Ketdik, yuringlar, bu yoqdan boramiz.
Lazzatbekdan baribir bekitib bo'lmaydi, biz qayoqqa ketayotganimiz ukam. Qayoqqa kelganimizni bildingmi? Qayoqqa keldik? Anhor parkiga? Anhor parkiga prosta kelganimiz yo'q. Biz sen bilan ukajonim karting uchishga keldik. Wow. Karting uchib ko'rganmisan? Yo'q. Aldama, serios uchmaganmisan? Uchmagansan. Bu va nihoyat yuringlar bu yoqdan. Karting klub o'rtoqlar. Reincarnated, I was stargazing. Life goes on, homie, to all my babies. Woke up looking for the broccoli. People horn on me, that come my seat. IP. Вообще kallam o'zimga kattada turibdi shu. Bu gaz, bu tormoz. Kamol aka bu yerni o'zi boshlayapti. O'ylaymanki, ukajonim mazza qiladi. Birinchi marta karting uchyapti. Let's go unda. O'rtoqlar, kanalga hozir o'zi obuna bo'lib qo'yinglar. Voy! Voy, o'rtoqlar. Mani yoshim o'tib qolgan shekil. O'shaning uchun men charchab qoldim, lekin ukajonim naryoqda hali ham bosib yotibdi. Ukajonim ham, "Bo'ldi, meni uchasanmi?" Ana bo'lmasam, go'shik yetib keldi o'rtoqlar. Kaskan yeching ekan, dangil nafasim qisib ketdi. Qalay bo'ldi? Bibi. Ukajonim. O'zingdanmisan kaska yechishi bunaqani? O'zimi bu Lazzatbekmi? Menman. Ukajonim, qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Вообще Yoqdimi? dahshat. Sizlar kelishlaringizda ham tavsiya etamiz. Rusa boshmoqchi bo'ldim men bilan, lekin sal orqada qolib ketdi. Endi mayli birinchi marta bo'lib turadi ukajonim. Keyin safar aytaman. Eng muhim xursandsan-a? Hozir. Bo'ldi. Unda biza boshqa lokatsiyaga ketdik o'rtoqlar, chunki kunimiz hali davom etadi. Hali seni juda ko'p xursand qilish kerak. Oka, rahmat, charchamanglar. Mana maykacha nimadan to'qiydi? Hech qachon o'ylamagandim. Endi buni bilmadim qanchalik xursand. O'zim g'alati bo'ldim. Toshkent bo'ylab gelikda yurganligim uchun вообще real Men xursandman. Biza bo'lsa keyingi lokatsiyaga ketdik o'rtoqlar. Ishoninglar, keyingi lokatsiya hozir qayoqqa borayotganini o'zi bilmaydi, aniq xursand bo'ladi. Voy, ketdi. Endi o'rtoqlar, videoni boshida aytganimdek, mana shu obunachimizni o'rniga keyingi safargi obunachi bilan bir kun videosida qanaqasiga ishtirok etish mumkinligini shartlarini aytib o'taman. Demak, o'rtoqlar, shartlari juda ham oson. Birinchi bo'lib, mana shu bizani Kamol Qahhorov YouTube kanaliga obuna bo'lishinglar kerak, ya'ni podpiska tashlagan bo'lishinglar kerak. Ikkinchi shart bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoga like bosasiz. Uchinchi shart bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasiga tushib, eng ko'p kommentariy yozib qoldirgan bitta qiz va bitta o'g'il bolani biz tanlab olamiz va tez kunlarda obunachi bilan bir kunni aynan sizlar bilan olamiz. Aynan siz mana shu videoda ishtirok etishingiz va mana shu ukamizning o'rnida shu joyda o'tirishingiz mumkin. Gazini bosinglar, biza bo'lsa Lazzatbek ukam bilan keyingi lokatsiyaga ketdik. Ukajonim, biz keyingi lokatsiyaga kelib qoldik. Yaxshi ko'rgan ranging qanaqa? Yaxshi ko'rgan rangim oq rang ham yoqadi, ko'k rang ham, hamma rang yoqadi. Hozir endi bitta rangni tanla. Qaysi rang yoqadi senga? Mengami? Oq? Almashtirmaysan oq rangni. Yo'q. Bo'ldi ukam, shu ranging kerak bo'ladi senga ozginadan keyin. Qolganini aytmayman ukam, sekret bo'lib qola qolsin senga. Va? Ukajonim, boshqa rang tanlamaysanmi ukajonim? Mayli. Mayli. Hazillashdim aka. Nima deysan? Hazillashdim ko'ka. Hazillashdingmi? Biz aytmayapmiz sog'ishchalik, chunki sog'a shunisi bilan sog'a bo'lib qoladi. Siz xohlang podpiska bosmaganmisiz bosib qo'ying, chunki rang nimaligiga qiziqib ketaman-da. 1 million qilishimiz kerak, ukam 3 kanal. Yaqinda 1 million qilgandan keyin oltin knopka kelar. Sizlar bilan birga nishonlaymiz. O'zim haq beraman. O'zi ham, oy, podpiska tashab qo'yinglar o'rtoqlar. Nimaligi sizlarga ham qiziqmi? O'zimga ham Xo'p, qiziq. ukajonim, endi bu shunaqa joyki, odamlar bitta ko'rganda taniydi u joyni. Mana bitta qarashda tanisang kerak. O mana joy tanolsan magazinni? Tanidingmi yo'qmi? Ha, tanidim. Qanaqa magazin? Family Marketmi? Obunachilaringiz bilan analaringiz bitta joyga yiqqan magazin shumi? Ukajonim, aynan shu san ko'rib turgan magazinda bizani pulimni ishlat videosi olingan shu paytgacha. Va bugun biza senga imkoniyat beramiz pulimni ishlatishga. Xursandmisan? Thank you bro very much. Shunaqa, bugun ukajonim bizani pulimizni ishlatadi. Nega oq rangni tanlaysan, ha? Oq rangga chunki narsa ko'p aka, zerikmang. Shunda oq rangga narsa ko'p deb o'ylaysanmi? Prям pulimni ishlatishga tayyorsan, ha? Voy, men bunga shuncha yaxshilik qilar ekanman-da, bugun kayfiyatini ko'tarish uchun. Lekin bu meni bugun pullarimni ishlatmoqchi. O'zat. Bir tarafdan gapi to'g'ri lekin, yur ichkariga ukajonim.
Xullas qara, o'zing o'z xohishing bilan oq rangni tanlading, to'g'rimi? Shu do'kondan sen oq rangiga xohlagan narsani xohlaganingcha olasan. Senga rovna 2 minut vaqt beriladi. 2 minut vaqt beriladi. Va sen nima olish ulgursang, hammasini men senga pulini to'lab olib beraman. Tayyormisan ukajonim? 1 2 3 vaqt keldi. Davay ukajonim. Oq rangiga xohlagan narsani olsang bo'ladi. Nimadan boshlayapti bu? Nima bu? Tuvmi? Bu tuv olyapti. Ukajonim, o'zi 10 sekund vaqting ketdi lekin. Mayli aka. Suv olasanmi? Bo'la. Nima variantlar bor? Boy nimadir o'ylayotding-ku? Ya, o'ylayotdim. Nima olmoqchisan? Suv, hop, shuncha suvni nima Qo'ching, qilasan? qo'ching, Lazzatbek. Yugurib ketdi. When you had to just stop, I put it deal. Show that I buy. Ukajonim, 1,5 minut vaqting qoldi atiga. Shading kit, you shading flip. Qurt, oq rang, qurt. Gap yo'q. Yanachi. Hoppa. Nima u? Bilmayman aka. Bilmagan narsani o'rgatibsanmi? Ha. Ukajonim, 1 minut bo'ldi. 1 minut vaqting qoldi. Bor Rafaellolarga bormaysanmi? Hozir. Rovna 1 minut vaqting Shikolatlar qoldi. qayerda? Ukamazga qurt berasan menga? Tamom aka. 40 sekund vaqting qoldi. Shoshirmang. Shoshilmayman, voy pulimni ishlatyapsan-ku. 43 sekund. Nima bor yana? Voy, mana magnitga o't, mana yu, ukam. Centennial man, put the city on smash. He get trippy off his ass, lost 21 grams, and she did it on camera. Ko'rdi, yaxshi. Ukam 30 sekund vaqting qoldi. Voy, hech nima qilmaydi. Uzr. Mendan uzr so'raysan. 25 sekund vaqting qoldi. Ukajonim, Rafaeloni ko'rmadingmi? Yo'q, qani? Ye? Ukajonim, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bo'ldi, ukam. Vaqting tugadi. Bu bola yoki shuster emas, yoki bu mehribon bola chiqdi. Qaysisi to'g'ri, ukam? Mehribonman. Qalay ekan, mana pulimni ishlatdi, ekran ortida ko'rib o'tirsa oson deb o'ylashadi. Hayotda qanaqa ekan? Вообще qiyin. Ishoninglar, shoshib qolasizlar, nima olishni bilmay. Shuncha narsa oldim men. Qanday? Xursandsan? Da? Yaxshimi? Aniqmi? Aniq. Nesh puli bo'ldi bo'laysan bu narsalarni? Bilmayman, kassadan bilamizda. Kassada bilamiz, bor kassaga qo'y unda. Bilmadim o'rtoqlar. Eng muhim xursand bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Ты крыса, To'g'risi, men bundan ham ko'proq narsa oladi deb o'yladim, lekin qimmat narsalar oldi. Orasida qimmat narsalar bor. Shokoladlar bitta korobkasi 100 minglab turadi. Menda har dim o'xshamasa bey bor. Bu so'ska nima qilasan bu so'ska nima bu? Jiyallaga. Jiyallaga? Da. O'zing yosh bo'lasan-ku. Kiraysaligimni bilmayman. Nima? Ya Rafaello oldim dedim. Ukam. Baxki, ukam o'xshamaydi. Borib ayta narsa qo'yib kelmoqchi. 76 ming ekan men bu narsang. Bular bizni loq deb o'ylaydi. Вообще zo'r bo'ldi. Agar kam narsa olgan bo'lsam kechiringlar. Просто bir boshqa narsani vaqt tanlamay kechiringlar. Bir marta imkoniyat beringlar, komment yozib qolinglar. Kamol aka shu bachaga bir marta imkoniyat bering, qizlar rang tanlasin deb o'ylaymiz. Biz videoni davom ettiramiz. Buni hammasini Kamol Qahhorov men uchun qildi. Obunachilarmanda. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar joyida. 150 marta aytdim, hali ham obuna. Lazzatbek 3 ta paket narsa ham olasanmi? Bunaqa Navoiyga olib ketishing bor, bilasanmi? Hozir o'zimizda shaxsiy komfort geligimizga minamiz. Oy, yaxshi ukajonim. Yana nimalar deysan? Gaping bo'lsa gapirib beraman. Prosta sizlar ham shunaqa qatnashmoqchi bo'lsanglar, prosta podpiska bosib qo'yinglar. Shuncha 3 paket narsa tekinga, или shuncha qara. Sizdan nima ketdi? Faqat podpiska bosing bo'ldi. Shunchaki podpiska bosing, Kamol Qahhorovning pulini quriting. Oching brat bagajni. Shuncha narsa olamanmi? Qani mashqqa ortamiz endi. Bizda bo'lsa o'rtoqlar, keyingi lokatsiyaga yo'l olamiz. Keyingi lokatsiya bu bugungi videodagi so'nggi lokatsiya va ukajonimga borayotgan joyimiz aniq yoqishi kerak. Chunki u yoqda ham uchun bir nechta surpriz tayyorlab qo'yganmiz. Ketdi. Xo'sh, o'rtoqlar, uch sekin Qorog'ay ham tushyapti va biz hozir Toshkent City Mallga yetib keldik. Bilaman, Lazzatbek ukam Toshkent City Mallga kirgansan. Kirganman. Ha, Toshkent City Mallga seni olib kelish bu surpriz emas aslida. Surpriz mana shu Toshkent City Mallning ichida, ya'ni hozir sirasi aytaveraman. Senga spoiler, ya mayli, aytmay qo'ya qolaman, fikrimdan qaytdim. Ichkariga kirgandan keyin bo'la olasiz, ukajonim. Kun davomida emotsiya chotga bo'ldi. Endi oxirgi lokatsiya. Xudo xolasa bu ham zo'r bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib, videoni ko'rishda davom eting. Zo'r bo'ladi dedi. Qayerdan bilasiz zo'r bo'lishini? Balki o'ta seni nimadir yovuz narsa kutayotgandir. Bilmadim. Ozgina City Mall ichida qiladigan ishlarimiz bor. Let's go.
Va bugungi kunning oxirini obunachim bilan mana shu butun kinoteatrda o'tkazamiz. Eng qizig'i shu hamma ko'rayotgan narsang hozir saniki butun mana shu kinoteatrni men san uchun bugun oldim. Rahmat Birat. Abdushi. Kinoteatr bugun bizning xizmatimizda. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan, mehrimni qozongan va unga javob bermagan. Go'zalim. Shaharda o'sganman jonim, yosh bo'lib o'ynaganman jonim. Onalarga rahmat. Eski shahar hayotiy maktab. Bu zal sen uchun, men uchun katta, to'g'rimi? To'g'ri. Toshkentga Navoiydan kelishga kelding, 9 soatlik yo'lni bosib. Blogerlardan faqatgina men Omonxon bilan ko'rishib ketsang g'alati bo'lardi. Bu zal ikkalamiz uchun olingan, lekin faqat ikkalamiz o'tirmasdan sen bugun realni mazza qilishing uchun shu paytgacha meni videolarimga chiqqan, sen kuzatgan, sen yaxshi ko'radigan blogerlarni chaqirganman. Agar ko'rishga tayyor bo'lsang, shunda turib tur. Bolalar, kiraveringlar, let's go! Sen uchun bugun keldi bu yerda Zafar aka-uka, taniysan? Ha? Конечно. Buni ismi nima? Ahror Alixonov. Ana bo'lmasa yesir bu. Jeko Wines. Bunisi kim edi? Noir Nabiyev. Mana shu bolalar seni xursand bo'lishing uchun bugun kelishdi. Sen uchun ukajonim bugun. Rahmat Biratlar, Raddushi. Bitta jonli ashula aytamizmi endi birgalikda? Davay. Go'mi? Ketdik bo'lmasam. Yur ukajonim. Doralar, dilim boralar, voydon! Ishlariga bormi chora? Voye! Ilondan ko'ra. Yayra ko'y. Bilmaydiganga o'zingni, bilmaydiganga yo'q, o'zi uyda mashina yotib olib eshitadi-da, bu yerda bilmaydiganga oladi. Qaylardasan? Eski shahar menga sharman, yosh bo'lib o'ynagan. Eski shahar hayotiy maktab. Asessorni hozir endi biz o'zi aslida kino ko'rish uchun kelganmiz va mazza kino ko'ramiz. Hamma xohlagan joyga joylashsa bo'ladi. Talba o'tirish shart emas. Yetolma shu paytgacha obunachilarimiz kelib qaytib ketmagan, to'g'rimi? Ha. Navoiyda ertalab 6 da kelibdi. Ha. Qachon ketaman deb o'ylayapsiz? Bugun? Bugun ketmaysan. Bugun sen meni qo'limdasan. Ular bizni yoqda belaydi. Shunaqa o'rtoqlar, endi bo'lsa hozir biz kino ko'ramiz. Hamma ishlatib charchadi, hamma kelgan bolalarga shunchalik hurmat uchun kattakon rahmat yu deyishmaniga. Voy nima? Yu deyishmaganiga. Men o'zim charchab ketdim bugun. Let's go. Oy. Xullas bizani hozir kinomiz boshlanyapti. Unda biz joylashib olamiz, Somo. Ha? Bolalar, hammaga приятного просмотра. To'g'rimi ukajonim? Давай. Let's go, ukam. Ana bu. Ukajonim, shuncha hamma harakat, shuncha bugun syomkamizga kelgan bolalar, hammasi sen uchun bo'ldi. Hissiyotlar qanaqa? Umumiy hamma gaping bo'lsa kun haqida aytishing mumkin, bemalol. Haqida birinchi kelganimda aka, umuman o'ylamagandim. Bunaqa blogerlar bilan ko'rishaman deb, Omonxon, mana Noir Nabiyev. Addushi. Bular bilan ko'rishaman deb o'ylamagandim. Hayajon borda. Ha, hali ham hayajon bor. Kelganingga afsuslanmaysan, Navoiydan 9 soat yo'l bosib kelganingga afsuslanmaysan? Qolgani 9 soat orqa qaytishing kerak. Agar qaytsang. Unda o'rtoqlar, o'sha boya aytganimdek, aynan shunaqa mana shu obunachimiz o'rnida siz ishtirok etishingiz mumkin. Shartlar esinglarda. Shunchaki bizning kanalga obuna bo'lishingiz kerak, mana shu videoga like bosishingiz kerak va mana shu videoni kommentariyasiga eng ko'p kommentariy yozib qoldirgan odamni biz tanlab olamiz. E'tibor uchun kattakon rahmat. Charchamanglar, tez kunda keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Davay!